Akalar, g'ishlarimiz mana tandirdan yangi chiqyapti. Ovozini qaranglar. Ya'ni balon tagiga qo'yib beramiz. Hech narsa qilmaydi. Xudo xolasa, juda ham sifatlisidan bo'ladi. Qarab turamiz. Yurib ko'rsating aka. Mana hech narsa qilmadi. Xudo xolasa eng zo'rlaridan bo'ladi. Ozgina chekkasi uchdi. Ya'ni yukni kattalik hisobiga. Bu hali yangi do'stlar. Endi tepasidan otib berish harakat qilamiz. Yo, bismillah, ko'taring aka. Balanddan tashlaymiz. Agar shundan sinmasa, bittadan lakni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa eng zo'rlaridan bo'ladi. Mana. Tushiraveramiz aka. Eng zo'rlardan sizlarga g'isht zavoddan topib qo'ydim. Ya'ni arzon joydan do'stlar. Pishgan g'ishtimizning narxi atigi donasi 780 so'm bo'ladi. Yuklatib berish ichida bo'ladi. Xomish kerak desalar ham xomishlar ham 450 so'mdan olsalang bo'ladi. Razmerlari 6, 12, 25 bo'ladi. Dastlabkilar kelishilgan narxda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Lelan qishlog'idan bo'lyapti. Ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi.